qiynatgan vaqtda mana shu yerda og'riq beradi. Unchalik emas. O'shani bir ko'rinay deb kelganda biroq. Avval kelganmisiz bizani? Mana shunday. Nima muammo bilan kelgansiz? Shu oyog'im jarohat olgan paytda oyog'imda bukilmaslik shundan bilan kelgandi. Operatsiya bo'lganmidingiz? Yo'q. Mashq bilan berdiz, 2 oy bajarasan dedingiz, o'shandan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Endi shuni bir ko'rinay, birorta bir nojo'yinlarni yo'lni shuni bilan kelgan. Hozir og'riq bormi? Unchalik emas, har zamonda bo'ladi, har doim emas. Bir oyda bir marta yoki 2 marta o'zida uxlab bo'lgan, albatta ip qo'ygan. Nimaga? Og'ir narsa ko'targanda. O'sha paytda bo'ldi. Oyog'ingiz qayilib ketib, nima bo'ldimi? Qirsillagan ovoz chiqib, shishib ketib, bunaqa holat bo'lmadi. O'sha birinchi bo'lgan vaqtimda o'sha paytda jarohat bo'lganda, undan keyin mana shuni kuzatilgan. Mana lateralniy meniskda ozgina jarohat bor. Meniskni o'rtasini ochilgan diastazni ko'rishingiz mumkin. Lateralniyning orqa shoxida bor, ko'pincha blok beradi. Keyin tanani o'zida travmadan keyingi suyakning o'zini kontuziyasi bor. Balki mana shu Kontuziyasi nima edi? kontuziya jarohatdan keyin o'sha yerga sal qon talash bo'lib nima bo'lib qoladi-da, o'shani hisobiga suyakning o'zida ham salgina o'zgarish bor. Hozir blok berib qolmayaptimi? Yo'q. Yurganingizda nimadan? Agar blok bermasa, asosan white zone ekan, ya'ni oq zonada meniskni 3 ta zonasi bor. Qizil zona qon tomiriga juda boy bo'ladi. Qizil oq zona qon tomiriga o'rtacha boy bo'ladi. Oq zona bor, u qon tomir deyarli yaxshi bo'lmaydi. Jarohatlansa o'zi bitib ketmaydigan zonada. Sizda aynan shu zonaga tegishli bo'lgan nima bor? Jarohat bor. Agar sizni bezovta qilmasa, tegmaslik kerak. Faqatgina mashq qilasiz. Mashqdan olib, har kuni qilmasam, haftada 3 marta qilib turibman. Ondan aytmay qolgan har kuni qilaman. 2 oy pasturi to'xtatsin. Hozir haftada 2 yo 3 ana qilib turaman. Kuniga 2 mahal, ayrim paytda 1 mahal. O'sha bilan oyda bir bezovta qiladi, bo'lmasa yo'q. Umuman bezovta qilmayman. Qarang, agar bezovtalik kuchayadigan bo'lsa, oyoqda bloklab beradigan, masalan, bukildida yozilishga qiynalyapti, qirs qilib yozilib, keyin unaqa narsalar bo'lmasa, mashqni davom ettiraverasiz. Qo'rqinchli unaqa nima yo'q. Oyog'ingiz o'ynoqi bo'lib qolsa, tiqilib qolgandek, bu narsalar tiqilib qolgandek bo'ladigan bo'lsa, u holatda tozalab tashlagan ma'qul. Agar yo'q, unaqa belgilari bo'lmaydigan bo'lsa, tavsiyamiz faqatgina mashq va tabletkalar bilan davom ettirib turish. Yotib olingchi, men bir o'zim ko'raychi. Yozamiz. Bu yog'ini. Asosan bu tomondami? Muammo. Chunki lateralniy menisk jarohatlanganda. Yaxshimi? Hozir unaqa bir nima bermayaptimi? Qaysisida? Bunisidami? Bundami? Yo'q. Yoki bundami? Shunda. Minskga nima stress berganimda og'riq bor salgina. Kuchliroq, ha?
mashqlarni qilib turavering. To'xtovsizmi? Ha, to'xtovsiz qilib turavering.